Bunda Dinamo stadion. Urganchliklar bo'lsin, Xalan Xorazm Liboy tochkasidan bo'lsin, bir territoriyani bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Jo'rabek salonining orqa tarafi 3-mikrorayon. Bu yerni ko'pchilikni yaxshi ko'radi desangiz, studentlar Urduga yaqin, Narxozga yaqin, Daritala yaqin, bozor hamma narsaga yaqin. Короче, shu yerda 4 etajli domning 3-etajida 2 xonali tayyor remontdan chiqqan kvartira sotiladi. Narxini aytaman. Sizga kelishingiz bir like bosib, video davomida kommentariyaga fikringizni yozib ketasiz. Narxini dasturlayman. Narxi 420 million so'm pul. Ustidan ozgina qaytib beradi, ko'p emas. Telegram kanaliga o'tsangiz, Telegram kanalida lokatsiyasi ham bor. To'g'ri ustuna kelasiz. Uyga girishni qarang. Koridor zo'r, keng ko'rinadi ekan. Bir remont uyni ochadi, qarang. Koridorlar ham ravishni yatib, уже atachintolarcha urib tashalgan. Bu yerdan boshlaymiz. Oshxona. To'rda oshxonaning mebellaridan ham yangidan qurilgan. Hamma narsasi. Otido patologlar ham ishlangan. Kir mashin, холодильник ham qoladi. Kotyol, hamma qadin atam zamondan qolgan kotyol. Korpus uchun вообще shikarniy zo'r. Endi e'tibor eting, koridorlarcha ramishni ishlangan. Bu uy satamanda remont etilmagan, o'zim yashaymananda remont etilgan, ba'zi sabablarga ko'ra sotilyapti. Bani ekran endi. Korpusda poldan patologgacha kafe zo'r ishlangan. Unitaz, ummaniklar ham, unitaz, banilar ham zamonaviylaridan qo'yilgan. Eng aqllantirgan ish o'rda. Berbilsangiz, ichida ishlar bo'lardi. Bular o'rtadan koridor olgan, koridordan unumli foydalanilgan. Kladovchniy zona, poni kenggacha ekan. Bankalar ham shu yerda. O'ngda esa spalni. Uy skvoznoy oynasi bilan ham qaragan. Uydagi yerda hamma narsa qoladi. Bir ish shkaf bilan oranda bir orja bor. Shu ketadi. Qarang, uyni zo'r ishlab qo'yganlar ekan. Ibanda ikkinchi xona. Bergastinni televizorlari, oyoqlari laminat polkonga g'olli döşelgan lyustra imbarza ketadi. Bu ham balkon bo'lgan. Balkon ham qo'shib berilgan. Menimcha bahosini dostoyniy bahosini arziydi. Qiziq bo'lsa, egasini telefon nomerini qoldiraman, bemalol telefonlashib, mulk egasini o'zidan xarid qilsangizlar bo'ladi. Asparadon joyi lekin, tochka yaxshi, uy tayyor. Remont kirib yashayverasiz.